Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, hurmatli obunachilarimiz. Mana hozirgina yana bitta buyurtmamizni tayyorlab bo'ldik. Gullik paketkalarimizdan kranchteylarni qotirib, devorga qurishga tayyor holatga keltirib berdik. Mana ko'cha opalarimiz qiynalmasligi uchun pardani ilgakchilarni o'tkazish uchun joy ham ajratib berdik. Buni ko'pchilik so'raydi bu narsani. Hozir kengroq tushuntirib o'taman. Buni qo'yishdan maqsad parda agar ko'p chetroqdan yoki o'ngdan yoki chapdan yoki o'sha chetroqdan o'tkazilsa, qo'l sig'maydi. Bu yerda pardani o'zini qalinligi ham bor. O'sha korsajlar o'tishga joy qolmaydi. Shu uchun bir 10 sm joy tashlab, keyin shunaqa mana payatning bilan hozir ochib bo'ldik. Ko'rishlaringiz mumkin. Ko'pchilik bunaqa joy ochmaydi-yu, faqat mana bu pavrotini keyin oxirida yopishtiramiz deydilar. Pavrotni oxirida agar yopishtirilsa, keyinchalik uyning egasi pardani masalan 2 yil, 3 yilda bir yuvishga olmoqchi bo'lsa, pavrotni sindirib ochish kerak. Do'stlar, shunga e'tibor beringlar. Shu uchun bu narsa kerak. Yoki bir 5 sm patalochni karnizni kaltaroq olish kerak. Ko'pchilik shunaqa qiladi. Unda ham bitta kamchilik bo'ladi. Parda shu yergacha keladi, bu yog'i ochiq qolib ketadi, oxirigacha bormaydi. Oldindan ko'rinishi pardangiz karnizga to'lmay qoladi. Shu uchun bu narsa kerak do'stlar. Endi biz mana qo'ldan kelgancha qilyapmiz. Kimdir mana usta akalarimiz ko'rsa, undan ham chiroyliroq, undan ham zo'r qilishi mumkin. Yana nima? Ko'pchilik buni hozir tayyorlab berganimizdan keyin devorga qotirishga qanaqa qilamiz degan savollar tug'ilyapti. Buni hozir biz mana noshkalarni qotirib berganmiz, har 40 sm ga bittadan. Lekin devorga qotirishda mana tagidan qotirish kerak. Bu yoqqa hamma aytadi, atyorga sig'maydi-ku aka. Bu yoqdan qo'limiz kirib qanday buraymiz devorga degan fikr, savol tug'iladi albatta. Buni ham yo'lini aytaman. Biz ham noshkasini qotirishda shu orasini 40, 43, 42, agar yengilroq parda ilinsa shu 50 o'rtacha klient xohishiga qarab taxlab beramiz. Buni qotirishda oson usuli. Mana hozir boltkalar tortilgan, mana qo'lda yechiladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Qo'lda yechiladi bu. Buni xuddi shu turish olinadi-yu. Devorga qo'yib, tagidan ko'rsatay. Mana bu devorni teshiladigan joylarini bitta flomaster bilan, qalam bilan belgilab olinadi. Belgilab olingandan keyin sverlo bilan teshib devorda o'sha joyi tayyorlanadi. Bu kranchteylar yechib olinadi qo'lda. Qo'lda yechib olingandan keyin devorga hammasi qotirib chiqiladi. Karniz mana bunday bo'lib qoladi. Mana joylari ochilgan, mana kranshtayn devorga qotirib olinadi. Keyin bu yog'i o'zi qo'lda qilinadigan ish. Qaytadan boltlari qo'lda tortib chiqiladi, hech qanaqa tepada qiyinchilik tug'dirmaydi. Endi hamma har xil ishlaydi. Masalan, bizda eng qulay variant shu. Kimdir avval noshkani qotirib, avval keyin patalochni karniz unga tortib, keyin oxirida buni klik qilish mumkin. Hamma har xil usuldan foydalanadi. Endi biz shunga o'rganganmiz. Klientlarga shunaqa qilib taxlab beramiz. Juda ustachilik, professional bo'lmagan kishi ham buni devorga o'rnatish mumkin o'zi. Ko'rishlaringiz mumkin. Savollar bo'lsa kommentariyada qoldirasizlar do'stlar. Salomat bo'linglar.